Assalomu alaykum, hurmatli Vatanimiz kanali obunachilari va kanalimizda mehmonlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qorsoqol qishlog'ida, ya'ni eng katta drabika zavodlaridan bittasi Lider drabika zavodiga yana bir bor keldik. O'tgan safar podeshkan yorvordilaring, ko'pchilik xarid qildi, olganlar rahmat aytdi. Narxlari ham o'ta qulay ekan. Qaranglar, 1.600.000 so'mdan boshlab 2.600.000 so'mgacha drabikalarimiz bor. Holatlari har xil bo'ladi, faqat motor bilan narxlarida farq qiladi. Assalomu alaykum. Elmurod aka deyapsizmi? Assalomu alaykum. Vatanimiz obunachilar, yaxshimisizlar, yaxshi ko'rlaring. Avvalambor obunachilarga rahmat. Like bosib podisha qilishdi. Xudo xolasa shunaqa qilib like bosib podisha qilishsa, yutuqli o'yinlarimiz davom bor. Agar shu videoning ostida 500 ta like, 500 ta kommentariy bo'lsa, eng zo'r, eng full drabikani tekinga qo'yib beramiz. Tekinga qo'yib beriladi. Agar 1000 ta bo'lsa, 3 ta qo'yib beramiz. 1000 ta like qilsalaring, 3 ta drabika qo'yib beriladi. Mutlaqo tekinga qo'yib beriladi. Uni kommentariyadan aniqlaymiz, aka. Xudo xolasa kommentariyani aylantirish orqali aniqlaymiz. Narxlarimiz 1.600.000 so'mdan 2.600.000 gacha. Farqi nimada desangiz, farqi motor bilan maxavigida bo'ladi. Qani motorlar bitta tushuntirib yuboring aka. Xudo xolasa bu motorimiz eng kichkina motor, 200 kilovat bu motorimiz. Alyumin motorimiz. Bu 4 kilovatli alyumin motorimiz. Ha, bu 2 kilovat, bunisi 4 kilovatli alyumin motor. Oborotlari 3000 ham bular aka? Hammasi 3000. 3000 oborot. Endi bu 6.5 kilovatli alyumin bo'tkasi. Eng full 6.5 kilovat alyumin bo'tkasi. 3.5 oborot alyumin. Endi bu 100% toza medni eng og'ir motor. 100% toza medni yozilgan og'ir motor. Eng og'ir. Endi buni mis motor bu? Mis motor. Pullari. Buni pullariga keladigan bo'lsak, mana o'sha drabika so'raysiz 1.600.000 dan 2.600.000 gacha drabikalarning narxlari. Ha. Endi eng arzoni 1.600.000 so'mlik drabikamizga qanaqa motor qo'yadilar? Mana xuddi shu 200 kilovatli motor qo'yamiz. Mana shu 2 kilovatli motor qo'yiladi. Naxarik 18 pichoqli. Mana naxarisi mana. 18 pichoqli. Bu ham lekin mana bunaqa kuydirilgan. Yaxshi buni ham pichoqlari joyida. Joyimizdan kelib 1.600.000 dan ketishdi. 1.600.000 so'mga mana shu joydan kelib bemalol xarid qilib ketishi mumkin, ha. Korpuslarimiz bir xil bo'ladi, aka. Korpuslari o'sha 2 millionlik drabikalar ham shu korpus. 1 million drabikalar shu korpus. Shu korpus. Faqat maxavey bilan motorda farqi bor. Buni 1.600.000 so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bu cheki 4 kilovatli. Bu 4 kilovatli o'zi 2.500.000 sotganmiz. Siz obunachilaringizga 2 million so'mdan qilib beramiz. 2 million so'mdan. Ketdi mana. 2 million so'mdan 4 kilovatli motorimiz bilan 18 pichoqli. 4 ta set. Maxaveyimiz qarang. Endi katta motorlarga o'tamiz. Katta motorlar fullariga keldik mana. Eng full motor bu. Mana mana. O'zi yozib qo'ygan mana birkasiga 6.5 kilovat, 3.5 oborot. 100% alyumin bu. Eng og'iri 25 kiloli motor. 25 kiloli motor bo'ladi, aka. Bunga zavod maxaviy qo'yib beramiz. Mana zavod maxaviy mana. Umuman sıfırga tegmagan. Sıfırga mana orqalarini sinib qolsa ham bemalol bolt kiykasi bilan o'zidan almashtirsa ham bo'ladi. Xuddi shuni. Bir pichog'i 24 ta bo'ladi. 24 ta bo'ladi. Narigidan farqi. Xuddi shuni shu 6.5 ga qo'yib beramiz. Sizni obunachilaringizga 2.300.000 so'mdan qo'yib beramiz. 2.300.000 so'mdan alyumin motor ketdi, aka. 25 kilolik, ha? 25 kilo. 25 kilogrammi og'ir. Agar xuddi shuni 20 kiloligi bor, 2 million so'm qo'yib beramiz. Bu arzonga chiqadi, ha? Arzonga chiqadi. Bu arzonga chiqadi. Buni ham har xil bor. Shunga e'tibor beringlar. Boshqa drabika sexlar masalan 2 milliondan qilib beraman deyishi mumkin. Kilogrammida farqi bo'ladi. Bular 25 kilolik eng original alyumin motor. 2.300.000 so'mga chiqadi. Endi eng fulli mis motor 26 kilolik. Bunisi 26 kilolik. O'tashi maxaviy, zavod maxaviy qo'yib beraman. 24 ta pichoqlarni qo'yib beriladi. Qo'yib beraman. Buni narxi o'zi 2.600.000 so'm endi 2.500.000 so'm qo'yib beradi. 2.500.000 so'm. 2.500.000 so'm. Bizda obunachilarga 2.500.000 so'm qo'yib beradi. Mis motor. Endi shuni yana buni ham takror aytib qo'yay. Shuni ham 22 kilolik motori bor, shuni ham. Aryolni xuddi shu 6.5 da 22 kiloligi bor. 2.300.000 so'm qo'yib beraman. 2.300.000 so'm qo'yib beriladi. Faqat kilosi yengilroq bo'ladi. Kilosi o'sha zakaz qilsalaring agar o'shandaqasi ham qilib berilaveradi. Lekin tavsiya akamiz o'zi mana shu motorlarni tavsiya qilyapti. Ular umrbod xizmat qiladi. Xudo xolasa olsalaring hech qanday problema bo'lmaydi ishlashlari. Drabikalarimiz mana setkalarga o'rnatishadi.
Drabkani ko'rsatib qo'yganda o'zini. Mana qarang, g'ildiraklar bor. Yetilishga ayol kishi ham yetalab ketaveradi. Bemalol zakron qopqonlarni qo'yasiz mana. Bu ham qo'shib beriladi, ana o'sha qopqonlar. Bitta bug'doy chiqaradi. Bitta so'talimaka chiqaradi. chiqariladi. Setkalari mana. Setka, 4 xil setka bo'ladi, setkani bitta ko'rsatib qo'ying. Bu 4 xil setkasi. mol bob, qo'y bob, qo'y bob. Bu bug'doydiki, bunisi makkaniki. Setkalar ham qo'shib beriladi. Buni kirib chiqishini qulayligini qarang mana. Molidan kirib chiqaveradi. Hech kim mana oyoq kishi ham almashib qo'yadi setkani, aka. Bemalol, qanday qiyinchiliklari yo'q. Ishlashlariga gap ba'zi yo'q. turdagi don mahsulotlari, ba'zi turdagi o't mahsulotlari, Qo'l quruq tanlamaydi-a? qo'l quruq, yantoq, sholipaqol, nimaiki o'zi chiqaraveradi. Ming marta eshitgandan ko'ra bir marta ishlatib ko'rgan yaxshi. Xudo xolasa bir marta ishlatib yaxshilab ko'rsatamiz aka. Motorda keltirib ular ko'rsatmabdi, motorni o'zi mana himoya qilib beradigan Zashniklarmi? zachtasi bo'lmadi. Motorni bitta ko'rsatib qo'ying mana. O'zi tashaveradi. Kuchayotgan bo'lsa, bunda ham bor. hammasi bor Bunda ekan. ham bor. Buning hammasi 2 kilovatlida ham bor. Hammasida zashniklari bor, a. Qani bo'lsam ishlatib ko'rsataveramiz. Ketdik. Birinchi qo'l bu. Unaqa ag'dan-bag'dan olib sotish emas. Qaranglar mana mag'da ishlab chiqarilyapti, bu yerga tayyorlab chiqyapti. Bu yerda bo'yalish jarayoni faqat tayyor bo'lib chiqib ketyapti. Birinchi qo'l. Bug'doy chiqarishni boshladik mana. Tashki vaqtigadir. Holatlari o'tamayin. Hozir makkani ham chiqarib, keyin holatini ko'rsatamiz. Mana bo'ladi aka. Somon bilan mana qaranglar. Men ham qo'ybob setkada qo'ybob setkasida hozir somon piris bilan makka poya, makka poyani chiqarib beradi. Ket. Bo'ldi. Qo'yish ham вообще oson qarang. Ko'ryapsizlarmi? Setkasini qo'yib chiqarilyapti. Holatini qarang. Semichga ham hijolat. Вообще mayin holat. Mana qarang. Motorning kilosi ham katta narsani hal qilar ekanda, aka. To'ppa to'g'ri mana. Qo'ybob setkasida. Tayyor Вообще mayin holat. Kelib turing, ular ko'rsatib qo'ying mana. Mana qarang. Mayin holatda. Bu hali mana qarang. Tayyor kepak. Kepak holat. Tayyor kepak. Shunday bor, siloska hammasi makka bug'doyda samonda aralashtirib siloska beraversin. Tayyorda hech qanday boshqa ortiqcha mehnat yo'q. Lekin motorni ishlashiga gap yo'q bor. Bular hammasi o'sha katta motor, original motor. Original motorlar. 6,5 kilovatli, o'sha 25 kilolik, 26 kilolik mis motor, alyumin motorlar bular. Ishlatganlarimiz. Mana shu bilan videomizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Videoga like bosmaganlar like bosib, kanalga obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammalarga, hammalarning chorvalariga Alloh baraka bersin. Nomerlarimizni bitta qoldirib qo'yamiz aka. 93lik 110 85 33. 85 33 aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aloqaga chiqsalaring, ishlang bitta xudo xolasa. Mana shu O'zbekiston bo'ylab dastavkasi qilib beriladi. Uylang bo'lsa bo'ldi. Bizniki birinchi qo'l kuzatib qo'yasiz. Biz bu yerda olib sotmaymiz. Birinchi qo'l. Bu yerda katta sexda ishlab chiqarilyapti. Bu yerda endi mana bo'yash jarayonida bular bag'i tayyor bo'lganlar.